Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida 300 bosh qo'y jarlikka qulab nobud bo'ldi. Hodisa 25-may kuni tumanning Xufar qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Bu haqdagi ma'lumotni tuman veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi rahbari Shamsher Umedov Kun.uzga tasdiqladi. Uning ta'kidlashicha, bu kabi holatlar oldin ham kuzatilgan. Qo'y shunday jonzotki, biri jarlikka o'zini tashlasa, boshqalari ham unga ergashib ketaveradi. Nobud bo'lgan qo'ylar soni 300 bosh. Xodimlarimiz tuman SES vakillari borib sanog'ini olishgan. Qo'ylarda biror kasallik bo'lmagan, deydi Shamsher Umedov. Jarlikdan qulagan qo'ylar shu joyning o'zida maxsus dori bilan 2 marta dorilangan. Sababi ularni jarlikdan olib chiqishning ham yoqib yuborish yoki ko'mishning ham imkoni bo'lmagan. Qayd etilishicha, dori nobud bo'lgan qo'ylarni bir oyda chiritib yo'q qilib yuboradi. Hech qanday kasallik yoki infeksiya tarqalmaydi. Holat yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarda profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va mahalla yettiligi qo'ylarni qishloq yo'lidan o'tkazishga ruxsat bermagani, shu sababli cho'pon ularni dara yo'lidan olib o'tishga majbur bo'lgani aytilgan. Shamsher Umedov bundan xabari yo'qligini, holatni tegishli organlar xodimlari o'rganayotganini bildirdi.